Genuine Part avtomobilingizga ehtiyot qism sotib olganda bu yozuvga ko'zingiz tushgan bo'lishi kerak. Bu yozuv nimani anglatadi? Bugungi mavzuimiz shu haqida. Genuine Part GM kompaniyasi tomonidan ma'lum turdagi original ehtiyot qismlarga ishlatiladigan atama. Odatda bunday ehtiyot qismlar GM tomonidan ishlab chiqarilgan yoki sertifikatlangan bo'ladi. Bu ularni sifat nazoratidan o'tganligini va ishlab chiqaruvchining talablariga va GM avtomobillariga mos kelishini anglatadi. Bozorda ehtiyot qismlar asosan 4 turga bo'linadi. Original o'yi Genuine Part aniq bir model va yiliga qarab ishlab chiqarilgan bo'ladi. Sertifikatlangan o'yim, ya'ni boshqa ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqarilgan, ammo GM tarafdan sertifikatlangan bo'ladi. Analog yoki Xitoy variant bu GM ga umuman aloqasi bo'lmagan kompaniya tarafdan ishlab chiqarilgan bo'lib, narxi arzonroq bo'ladi, sifatida ham farq qiladi. GM barcha talablariga mos kelmasligi ham mumkin, xizmat muddatida ham farq qiladi. Tiklangan yoki ishlatilgan xalq tilida esa bu zapchastlar tushunganingizdek sifati va xizmat muddati bilan farq qiladi. GM original zapchasi hozir birga bir kopiyasi bozorda ko'payib ketgan. Buni bozor tilida Guangzhou variant aytishadi. Agar siz sifatli mahsulot olishni niyat qilsangiz, narxiga e'tibor bering. Original zapchasi hech qachon arzon bo'lmaydi. Chambarak kanalidan uzoqlashmak, eng original va qiziqarli ma'lumot faqat bizda.